Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan shunday muhim, shunday dolzarb mavzu haqida gaplashamizki, bu ma'lumot har birimizga, butun mamlakatimiz aholisiga tegishli. Gap shundaki, oxirgi paytlarda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda odobreno besplatniy internet и связь без света. Podключайте degan sarlavhalar juda ko'p uchrayapti. Ko'pchilik bu nima ekanligini, qanday ishlashini tushunmayapti. Ba'zilar esa bu shunchaki mish-mish yoki firibgarlik deb o'ylayapti. Lekin yo'q, men sizga bugun aytmoqchi bo'lgan ma'lumot shunchaki mish-mish emas, balki real voqelikning muhim bir qismi. Agar siz ham elektr ta'minotidagi uzilishlar, aloqa muammolari yoki oddiygina internet uchun ortiqcha pul to'lashdan charchagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men sizni bir daqiqaga ham chalg'imasdan diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Chunki har bir so'z muhim ahamiyatga ega. Video boshlanishidan oldin ushbu muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlar bilishi uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizdan hech narsa talab qilmaydi, lekin bizning ishimizni qadrlash va muhim ma'lumotlarni tarqatishga yordam beradi. Keling, kechiktirmasdan mavzuga kiraylik. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Azizlar, avvallari ayniqsa yaqin o'tmishda biz aloqa va internetga ulanish masalasida an'anaviy tizimlarga juda bog'liq edik. Ya'ni internetga ulanish uchun provayder xizmatlari, simli yoki simsiz mobil tarmoqlar kerak edi. Ular esa elektr energiyasi bilan ishlaydigan katta stansiyalar, minoralar va uskunalar orqali ta'minlanardi. Masalan, bironta mobil operatorning bazaviy stansiyasi ishdan chiqsa yoki mahallangizda elektr ta'minoti uzilib qolsa, avtomatik ravishda uy interneti ham, mobil aloqa ham ishlamay qolardi. Bu oddiy holat edi. Katta shaharlarda elektr uzilishlari kamroq bo'lsa-da, qishloq joylarda, tog'li hududlarda yoki infratuzilmasi rivojlanmagan joylarda bu muammo juda dolzarb edi. Oddiy bir shamol yoki qor bo'roni, hatto oddiy ta'mirlash ishlari ham kunlab odamlarni aloqasiz qoldirishi mumkin edi. Bunday vaziyatlar qanchalik noqulaylik tug'dirganini tasavvur qilish qiyin emas. Misol uchun, bir necha yil avval Andijon viloyatining bir chekka qishlog'ida elektr uzilishi sababli deyarli yarim kun mobil aloqa va internet ishlamay qolgan edi. O'shanda favqulodda chaqiruv xizmatlariga ulanishning iloji bo'lmagani odamlar orasida juda katta tashvish uyg'otgan edi. Lekin hozir vaziyat biroz o'zgardi. Global miqyosda ham, milliy miqyosda ham aloqa va internetga bo'lgan ehtiyoj shu qadar oshdiki, bu soha mutaxassislari va hukumatlar barqarorlikni ta'minlash yo'llarini izlay boshladi. Ayniqsa tabiiy ofatlar, favqulodda vaziyatlar yoki oddiygina infratuzilma kamchiliklari sababli aloqasiz qolishning oldini olish uchun yangi texnologiyalar va dasturlar joriy etilmoqda. Bepul Ethernet va Electricity aloqa degan sarlavha ham aynan shu yangiliklar, imkoniyatlar va ba'zi hollarda afsonalar majmuasining bir ko'rinishidir. Bu bir kunda paydo bo'lib qolgan narsa emas, balki uzoq yillik izlanishlar va investitsiyalar samarasi. Hozirgi kunda nafaqat katta davlatlar, balki bizning mintaqamizdagi mamlakatlar ham o'z aholisini har qanday sharoitda ham aloqada qolish imkoniyati bilan ta'minlashga harakat qilmoqda. Bu shunchaki bepul degan so'zning serli kuchi emas, balki muayyan sharoitlar, imtiyozlar va texnologik yechimlar majmuidir. Keling, endi bu nimalarni o'z ichiga olishini batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Ushbu bepul internet va Electricity aloqa sarlavhasi ostida bir nechta asosiy yo'nalishlarni tushunishimiz kerak. Har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega va turli vaziyatlarda qo'llaniladi. Birinchidan, favqulodda aloqa tizimlari. Bu eng muhim jihatlardan biri. Ba'zi mamlakatlar, shu jumladan bizning mamlakatimiz ham favqulodda vaziyatlarda, masalan, zilzila, toshqin, yirik texnogen avariyalar yoki elektr ta'minoti uzoq muddatga uzilib qolganda aloqani ta'minlash uchun maxsus tizimlar joriy etmoqda. Bu tizimlar ko'pincha Starlink kabi yo'ldoshli aloqa texnologiyalariga asoslangan bo'ladi. Ba'zi chekka qishloqlarda yoki tabiat ofatlari tez-tez sodir bo'ladigan hududlarda hukumatlar yoki xalqaro tashkilotlar tomonidan maxsus portativ Starlink terminallari o'rnatilishi mumkin. Bu terminallar quyosh batareyalar yoki mustaqil generatorlar bilan ishlaydi. Shuning uchun ular elektrsiz sharoitda ham internetga ulanish imkonini beradi. Lekin bu bepul degani har bir fuqaro o'z uyiga Starlink o'rnatib oladi degani emas. Bu faqat favqulodda vaziyatlarda aloqa nuqtasi sifatida xizmat qiladi. Masalan, yaqinda sodir bo'lgan Toshkent viloyatidagi bir tog'li hududda
ko'chki xavfi yuzaga kelganda aloqa yo'llari uzilib qolgan. O'shanda favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan vaqtinchalik yo'ldoshli aloqa moslamalari o'rnatilib, aholining tezkor ma'lumot olishi va berishi ta'minlangan edi. Bu xizmatlar albatta aholi uchun bepul edi. Chunki bu insonlarning hayoti va sog'lig'ini saqlashga qaratilgan edi. Shunday vaziyatlarda siz tashvishlanmasligingiz kerak. Chunki davlat tegishli choralar ko'radi. Ikkinchidan, ijtimoiy dasturlar va imtiyozli tarmoqlar. Ba'zi joylarda, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar yoki chekka hududlar aholisi uchun maxsus ijtimoiy dasturlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu dasturlar doirasida ularga ma'lum bir muddatga yoki ma'lum bir hajmda, masalan, oyiga 5-10 giga bepul internet taqdim etilishi mumkin. Bu internet ko'pincha mobil operatorlar tomonidan ijtimoiy mas'uliyat doirasida yoki davlat subsidiyalari evaziga amalga oshiriladi. Elektrsiz ishlash masalasi esa bu yerda mobil telefonlarning o'z akkumulyatorlari hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni agar mobil telefoningiz zaryadi bo'lsa va mobil operator tarmog'i ishlayotgan bo'lsa, bazaviy stansiyalar, generatorlar orqali quvvatlanishi mumkin. Siz internetdan foydalana olasiz. Misol uchun, Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidagi bir qishloqda ko'p yillar internetga ulanish muammosi bo'lgan. Hukumat dasturi doirasida bu qishloqqa optik tolali kabellar yotqizilib, aholiga, ayniqsa talabalar va o'qituvchilarga dastlabki bir necha oy bepul, keyinchalik esa juda arzon tariflarda internet taqdim etildi. Bu dastur ham bepul internet tushunchasiga kiradi. Garchi elektrsiz, qismiy bevosita emas, balki telefonlarning batareyasi hisobiga bo'lsa-da. Uchinchidan, jamoat Wi-Fi nuqtalari va energiya mustaqil yechimlar. Ko'plab jamoat joylarida, masalan, parklar, maydonlar, kutubxonalar, shifoxonalar yoki avtomarkazlarda bepul Wi-Fi nuqtalari mavjud. Bu nuqtalar odatda elektr tarmog'idan quvvatlanadi, lekin ba'zi yangi loyihalar quyosh panellari bilan jihozlangan mustaqil energiya manbalariga ega Wi-Fi nuqtalarini o'rnatishni nazarda tutadi. Bu holatda elektr ta'minotida uzilishlar bo'lganda ham bunday nuqtalar ma'lum bir vaqt davomida, masalan, 6-8 soat ishlay olishi mumkin. Bu ham elektrsiz internetga kirishning bir turi. Bu joylar odatda aholi ziq joylashgan hududlarda bo'ladi. Tashvishlanish kerak bo'lganlar elektr energiyasi bo'lmasa aloqa uzilib qoladi deb o'ylaydiganlar. Aslida aynan shunday holatlar uchun muayyan yechimlar mavjud. Tashvishlanmasligi kerak bo'lganlar esa bu kabi imkoniyatlar asosan favqulodda vaziyatlar yoki cheklangan ijtimoiy dasturlar uchun ekanligini tushunadiganlardir. Ya'ni har bir inson uyida bepul va elektrsiz internetga ega bo'lish haqida o'ylashlari shart emas. To'rtinchidan, noto'g'ri tushunchalar va firibgarliklar. Afsuski, bepul internet degan so'z ko'pincha firibgarlar uchun qopqon vazifasini o'taydi. Ular odamlarni aldamchi ilovalar, soxta saytlar yoki bepul internet generatorlari orqali pul o'tkazishga yoki shaxsiy ma'lumotlarni berishga undaydi. Bunday holatlarda siz juda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Haqiqiy bepul internet yoki aloqa imkoniyatlari har doim rasmiy manbalar orqali, masalan, hukumat portallari, mahalliy hokimiyatlar yoki yirik mobil operatorlarning rasmiy saytlari orqali e'lon qilinadi. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank kartangiz raqamini yoki pasport seriyasini shubhali ilovalarga kiritmang. Bepul internet takliflari uchun SMS orqali ma'lum bir raqamga pul yuborishni talab qiluvchi har qanday taklif firibgarlik bo'lish ehtimoli yuqori. Men shu yerda bir misol keltirmoqchiman. O'tgan yili Farg'ona viloyatida bir guruh shaxslar davlatdan bepul internet olish uchun ro'yxatdan o'ting degan soxta veb-sayt yaratib, odamlardan ro'yxatdan o'tish bahonasida ularning shaxsiy ma'lumotlarini to'plab, keyinchalik bu ma'lumotlarni sotish yoki boshqa maqsadda ishlatishga uringan. Yaxshiyamki, huquq tartibot organlari bu holatga o'z vaqtida aralashib, firibgarlarni qo'lga olgan. Shuning uchun agarda sizga bepul internet taklif etilsa, uning manbasini 2 marta tekshiring. Asosiy qism 2, qoidadan istisnolar, tuzoqlar, noaniq nuanslar yuqorida aytib o'tganimdek, bepul internet va elektrsiz aloqa tushunchasi o'ziga xos murakkabliklarga ega. Bu shunchaki bir tugmani bosib, cheksiz resursga ega bo'lish degani emas. Keling, bu qoidadan istisnolarni, yashirin tuzoqlarni va e'tibor berish lozim bo'lgan noaniq nuanslarni ko'rib chiqaylik. Birinchidan, bepul tushunchasining nisbiyligi. Hech narsa mutlaqo bepul bo'lmaydi. Ko'pincha bepul deb ataladigan xizmatlar aslida davlat tomonidan subsidiyalanadi. Xalqaro fondlar tomonidan moliyalashtiriladi yoki yirik kompaniyalarning
ijtimoiy mas'uliyat loyihasi doirasida amalga oshiriladi. Masalan, Starlink terminallari juda qimmat o'rnatilishi va texnik xizmat ko'rsatilishi ham ancha mablag' talab qiladi. Agar u sizga bepul berilsa, bu xarajatlarni kimdir qoplagan bo'ladi. Favqulodda vaziyatlarda davlat yoki yordam tashkilotlari bu xarajatlarni o'z zimmalariga oladi. Lekin bunday xizmatlar doimiy bo'lmaydi va faqat ma'lum bir muddat yoki vaziyat uchun cheklangan bo'ladi. Misol uchun, birorta ta'lim muassasasi talabalarga bepul Wi-Fi taklif qilsa, bu xarajatlarni ta'lim muassasasining o'zi yoki homiylar qoplaydi. Bu xizmat ham faqat kampus hududida va belgilangan vaqtlarda ishlaydi, uyingizda emas. Ikkinchidan, geografik cheklovlar va qamrov, elektrsiz aloqa imkoniyatlari ko'pincha ma'lum bir geografik hududlarga qaratilgan bo'ladi. Masalan, chekka qishloqlar, tog'li hududlar yoki tabiiy ofatlar tez-tez sodir bo'ladigan joylar. Agar siz katta shaharda yashasangiz va oddiy elektr ta'minotiga ega bo'lsangiz, siz bunday dasturlardan foydalanish uchun asosli sababga ega bo'lmasligingiz mumkin. Yo'ldoshli internet esa butun dunyo bo'ylab ishlashi mumkin, ammo uni o'rnatish va undan foydalanish juda qimmat. Shuning uchun bepul takliflar faqat ma'lum bir hududlar uchun va u ham cheklangan sharoitlarda amal qiladi. Masalan, Qashqadaryo viloyatining bir tog'li hududida doimiy aloqa muammosi bo'lgan bir qishloqda hukumat pilot loyiha sifatida kichik yo'ldoshli internet stansiyasini o'rnatgan. Bu stansiya quyosh panellari bilan ishlaydi va qishloq aholisi uchun ma'lum bir cheklovlar bilan bepul internet taqdim etadi. Lekin bu xizmat faqat shu qishloqda va uning atrofidagi bir necha kilometr radiusda ishlaydi. Boshqa hududlarda u mavjud emas. Uchinchidan, tezlik va hajmdagi cheklovlar. Bepul internet xizmatlar deyarli har doim ma'lum cheklovlarga ega bo'ladi. Bu cheklovlar asosan internet tezligi va berilgan trafik hajmi bilan bog'liq bo'ladi. Sizga cheksiz deb va'da qilingan bo'lsa ham, bu odatda ma'lum bir cheklovlar ostida bo'ladi. Masalan, kuniga bir necha soat yoki oyiga ma'lum bir trafik hajmi tugagach, tezlik keskin tushib ketishi mumkin. Bu juda muhim nuansa, chunki agar siz video tomosha qilish yoki katta fayllarni yuklab olishni rejalashtirsangiz, bepul internetning tezligi va hajmi bunga yetarli bo'lmasligi mumkin. Favqulodda aloqa tizimlari ham asosan text xabarlari yuborish, ovozli qo'ng'iroqlar qilish va eng muhim saytlarga kirish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Haddiy video stream uchun emas. Bir misol, bir necha yillar avval Xorazm viloyatida bir maktabga ta'lim vazirligi tomonidan bepul ta'lim interneti dasturi doirasida internet ulab berilgan edi. Dastlab hamma xursand bo'ldi, lekin tez orada ma'lum bo'ldiki, berilgan internet trafigi faqat ta'lim resurslari uchun mo'ljallangan va oyiga 10 gig bilan cheklangan. Boshqa saytlarga kirish yoki video tomosha qilish imkoni yo'q edi. Bor bo'lsa ham tezlik juda past edi. 4-dan, texnik talablar va jihozlar. Elektrsiz aloqa deganda har doim ham telefoningiz orqali aloqaga chiqishni nazarda tutish kerak emas. Ba'zi hollarda maxsus jihozlar, masalan, yo'ldoshli telefonlar, portativ radiostansiyalar yoki maxsus antenalar kerak bo'lishi mumkin. Bu jihozlar qimmat bo'lib, ularni shaxsiy xarid qilish har kimning ham imkoniyatiga kirmaydi. Shuning uchun bu xizmatlar odatda davlat organlari, xalqaro tashkilotlar yoki yirik kompaniyalar tomonidan favqulodda ehtiyojlar uchun taqdim etiladi. Agar siz o'zingiz bunday jihozlarga ega bo'lmasangiz, elektrsiz aloqa siz uchun o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Masalan, ba'zi tog'li hududlarda sayyohlar uchun qutqaruvchilar tomonidan foydalaniladigan yo'ldoshli aloqa stansiyalari mavjud. Bu stansiyalar elektrsiz ishlaydi, lekin ulardan foydalanish qat'iy tartibga solingan va faqat favqulodda vaziyatlarda ruxsat beriladi. 5-dan, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi. Bepul internetdan foydalanishda, ayniqsa jamoat Wi-Fi nuqtalarida shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligiga e'tibor berish juda muhimdir. Har qanday ochiq tarmoq hakerlar uchun potensial nishon bo'lishi mumkin. Shuning uchun bepul Wi-Fi dan foydalanganda bank operatsiyalarini amalga oshirish, maxfiy ma'lumotlarni yuborish yoki shaxsiy pochta xabarlarini tekshirish tavsiya etilmaydi. Agar majbur bo'lsangiz, VPN, Virtual Private Network dan foydalanishni unutmang. Bu sizning ma'lumotlaringizni shifrlaydi va xavfsizligini oshiradi. Hatto bepul davlat dasturlari doirasida ma'lumotlar xavfsizligini so'rashdan cho'chimasligingiz kerak. 6-dan, foydalanish qoidalari va cheklovlar. Har bir bepul xizmatning o'z foydalanish qoidalari bor. Bu qoidalarni buzish xizmatdan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Masalan, bepul internet orqali noqonuniy kontentni tarqatish
spam yuborish yoki boshqa foydalanuvchilarga xalaqit berish qat'iyan man etiladi. Bu qoidalarni o'qib chiqish va ularga rioya qilish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qismga keldik. Siz shaxsan nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar orqali ushbu imkoniyatlardan foydalanish, yolg'on ma'lumotlardan himoyalanish va o'zingizni elektrsiz qolgan holatlarda ham aloqada bo'lishingizni ta'minlash mumkin? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. 1. Axborot manbalarini tekshiring. Nima qilish kerak? Agar siz bepul internet yoki elektrsiz aloqa haqida eshitsangiz, birinchi navbatda bu ma'lumotning manbasini tekshiring. Rasmiy manbalar, masalan, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi, IT vazirlik veb-sayti, mahalliy hokimliklarning rasmiy portallari, yirik mobil operatorlarning o'z veb-saytlari yoki ishonchli yangiliklar agentliklarining sahifalarini kuzatib boring. Qayerga borish kerak? Internetda tegishli vazirliklar va idoralarning rasmiy veb-saytlarini qidiring. Mobil operatorlarning mijozlarga xizmat ko'rsatish markazlariga yoki rasmiy do'konlarga murojaat qiling. Nima yozish kerak? Google'da O'zbekistonda bepul internet dasturlari, favqulodda vaziyatlar aloqa tizimlari yoki subsidiyalangan internet qishloq joylarida kabi so'rovlarni kiriting. Lekin har doim natijalardagi rasmiy manbalarga e'tibor bering. Misol, agar sizga mobil operator nomidan bepul internet haqida SMS kelsa, u SMSdagi havola orqali emas, balki operatorning rasmiy veb-saytiga kirib, u yerdagi yangiliklar yoki aksiyalar bo'limini tekshiring. Yoki operatorning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib aniqlik kiriting. 2 imtiyozli dasturlarni aniqlang. Nima qilish kerak? Agar siz kam ta'minlangan oila a'zosi, talaba, nogironligi bor shaxs bo'lsangiz yoki chekka hududda yashasangiz, o'zingiz uchun mavjud bo'lgan ijtimoiy dasturlar haqida ma'lumot oling. Davlatning ijtimoiy himoya tizimi doirasida qanday imtiyozlar mavjudligini bilib oling. Qayerga borish kerak? Mahalliy hokimiyat organlarining ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'limlariga, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining hududiy bo'linmalariga yoki mahalla fuqarolar yig'inlariga murojaat qiling. Universitet talabalari o'z dekanatlari yoki rektoratlari bilan bog'lanishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Odatda bu dasturlar uchun pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, bolalar uchun oilaning daromadlari haqida ma'lumotnoma, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, talabalik guvohnomasi kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Nima yozish kerak? Ariza yozish tartibi har bir dastur uchun o'zgacha bo'lishi mumkin. Lekin odatda siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, yashash manzilingizni va dasturdan foydalanish uchun asoslaringizni ko'rsatgan holda standart shakldagi arizani to'ldirasiz. O't favqulodda vaziyatlar uchun tayyorgarlik. Nima qilish kerak? Elektrsiz qolish ehtimoli bo'lgan vaziyatlar uchun oldindan tayyorlaning. Bu sizga nafaqat aloqada qolishga, balki boshqa muhim ehtiyojlaringizni qondirishga ham yordam beradi. Nima xarid qilish kerak? Power banklar yuqori quvvatli, kamida 1000 mAh power bank sotib oling. Telefoningizni kamida 2-3 marta zaryadlashga yetadigan quvvatga ega bo'lish kerak. Ular yordamida elektrsiz sharoitda ham telefoningizni zaryadlab aloqada qolishingiz mumkin. Bir necha yil avval Andijonda sodir bo'lgan yirik energiya avariyasi paytida ko'plab do'konlarda power banklar birdaniga tugab qolgan edi. Chunki odamlar favqulodda vaziyatga tayyor emas edilar. Oldindan xarid qilish muhim. Quyosh zaryadlagichlar. Agar siz chekka hududda yashasangiz yoki uzoq muddatga elektrsiz qolish ehtimoli bo'lsa, kichik portativ quyosh panelli zaryadlagichlar juda asqotishi mumkin. Ular to'g'ridan-to'g'ri telefoningizni yoki power bankni quyosh nurida zaryadlay oladi. Batareyali radio mobil aloqa yoki internet ishlamay qolganda yangiliklarni eshitish uchun batareyali yoki qo'lda aylanadigan dinamo radio qabul qilgich juda foydali. Favqulodda vaziyatlar haqidagi ma'lumotlar ko'pincha radio orqali tarqatiladi. Avtomobil zaryadlagichlari. Agar mashinangiz bo'lsa, avtomobil akkumulyatoridan telefon zaryadlash imkoniyatini ham unutmaymiz. Data jamoat Wi-Fi nuqtalaridan xavfsiz foydalanish. Nima qilish kerak? Agar jamoat joylarida bepul Wi-Fi dan foydalansangiz, doim xavfsizlik choralarini ko'ring. Shaxsiy ma'lumotlarni kiritishdan saqlaning. Nima o'rnatish kerak? VPN ilovasini telefoningizga yoki kompyuteringizga o'rnatib qo'ying va ochiq Wi-Fi ga ulanganingizda uni ishga tushiring. Bu sizning ma'lumotlaringizni himoya qiladi. 5. Shu takliflardan ehtiyot bo'ling.
Nima qilish kerak? Bepul internet degan so'zga ko'r-ko'rona ishonmang. Har qanday shubhali sayt yoki ilovadan, noaniq havolardan uzoq turing. Nimalardan saqlanish kerak? Noma'lum manbalardan ilovalar yuklab olmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, bank karta raqami, PIN kodlar hech qachon hech kimga aytmang yoki kiritmang. SMS orqali qandaydir raqamga pul o'tkazishni talab qiladigan bepul internet takliflaridan voz keching. Ularning barchasi firibgarlikdir. Ushbu amaliy maslahatlar sizga nafaqat bepul internet va elektrsiz aloqa imkoniyatlarini to'g'ri tushunishga, balki o'zingizni va yaqinlaringizni har qanday vaziyatda ham aloqada bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlab aziz tomoshabinlar, bugungi videoda biz bepul internet va elektrsiz aloqa degan dolzarb mavzuni har tomonlama ko'rib chiqdik. Biz ushbu sarlavha ostida yashirin bo'lgan haqiqiy imkoniyatlar va ehtimoliy tuzoqlarni muhokama qildik. Men sizga shuni aniq tushuntirishga harakat qildimki, mutlaqo bepul narsa yo'q va elektrsiz aloqa deganda ko'pincha favqulodda vaziyatlar, ijtimoiy dasturlar yoki mustaqil energiya manbalaridan foydalangan holda aloqa ta'minlash nazarda tutiladi. Biz davlat tomonidan favqulodda vaziyatlarda amalga oshiriladigan loyihalar, kam ta'minlangan oilalar uchun imtiyozli dasturlar va jamoat joylaridagi mustaqil Wi-Fi nuqtalar haqida gaplashdik. Shuningdek, sizni firibgarlardan himoyalanishga chaqirdim va bepul degan so'zning o'rtada yashirin bo'lgan cheklovlar, geografik qamrov muammolari, tezlik va hajm bilan bog'liq nuanslar hamda texnik talablar haqida batafsil ma'lumot berdim. Eng muhimi, men sizga aniq amaliy qadamlar, qayerdan ma'lumot olish, qanday hujjatlar kerakligi, favqulodda vaziyatlarga qanday tayyorlanish va o'zingizni firibgarlikdan qanday himoya qilish kerakligi bo'yicha ko'rsatmalar berdim. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi va endi siz bu mavzu bo'yicha ancha bilimdon bo'ldingiz. Bu molaringiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring, chunki u har bir kishiga tegishli va muhim ahamiyatga ega. Endi esa sizdan kichik bir iltimos. Agar sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shunday muhim va dolzarb mavzularni yoritishda katta motivatsiya beradi. Va albatta bu videoni ko'rganingizdan keyin qanday fikrlar paydo bo'ldi? Sizningcha bizning mamlakatimizda bunday bepul internet dasturlari qanchalik rivojlangan? Siz shaxsan bunday imkoniyatlardan foydalanganmisiz? O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohni o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Va eng muhimi, kelajakda shunga o'xshash muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling va doim aloqada bo'ling.